Qaysi joydamiz hozir? Ha? Rusya. Mana aziz obunachilar, Rauf Dilshoda Travel va nihoyat Fransiyada, Parijda qoq ikkinchi Eyfelni o'rtasida ikkinchi nimasiga chiqib ketmoqchiman. Qizim ham shunday xursand. Biz hozir Eyfelda birinchi chiqib ketyapmiz. Zina orqali. Mana bu atroflari. Eyfel deganlari shu bo'ladi. Aziz obunachilar. O'sha liftda chiqishimiz kerak-ku. Mana hayron bo'lib ketyapman. Mana kech payti ayniqsa chiroyli bo'lar ekan. Svetlari yongan. Mana men charchadim juda ham. O'zi shu joyga chiqqungacha mana hozir ikkinchi qavatiga qarab olg'a. Mana wow. No sé. Ay, sorry. Mana kechki Parij. Odamlar to'la gavjum, lekin havo juda sovuq.